talabalik davrim mening, davrim mening, davrim mening. Oilaning har bir farzandi uning kelajakka bo'lgan eng katta umididir. Assalomu alaykum vatandoshlar. Bugungi mavzuyimiz Cincinnati universitetida tahsil olayotgan O'zbekiston kelajagi bo'lgan yoshlarimiz El yurt umidi jamg'armasi stipendiantlari bilan suhbatlashamiz. Bu sizga ham qiziqmi? Qani ketdik, birgalikda suhbatlashamiz. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik O'zbekiston yoshlari, buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik O'zbekiston yoshlari. Talabalik davrim mening. Hurmatli talabalar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlarga kattakon rahmat. Hurmatli bo'lgan vaqtinglarni ajratib, bugungi suhbatimizga rozi bo'lganinglar uchun. Talabalik davrim mening. Hozirgi kunda sizlar nafaqat o'zinglarni oilanglarni faxri va kelajakka bo'lgan umidsizlar, hattoki O'zbekistonimizni kelajakka bo'lgan yoshlar va kelajakka bo'lgan umidlarisizlar. Mana shu El yurt umidi jamg'armasi stipendiantlari qatorida bugun sizlar bilan mana shu uchun ham sizlarni suhbatga taklif qildik va hozirgi kungacha qanaqa qilib mana shu jamg'armani sovrindori bo'ldinglar, aynan shu kungacha bo'lgan faoliyatinglarni bir chiroyli qilib bizlar bilan o'rtoqlashsanglar. Talabalik davrim mening. Siz bilan yaqinroq tanishish uchun Marjona, keling so'z navbatini sizga beramiz. O'zingiz haqingizda bir ma'lumotlar bersangiz. Assalomu alaykum yana bir bor. Men ismim Marjona Tegakunlar, El yurt umidi jamg'armasi stipendianti va hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan Cincinnati universitetida talabasiman. Bugungi kunda jurnalistlik sohasi bo'yicha tahsil olmoqdaman. Asli Navoiy shahridaman. Talabalik davrim mening. Endi esa so'z navbatini Kamronga bersak va Kamron bilan ham yaqinroq tanishsak. Avvalambor shu safar kattakon rahmat bizlarni shu suhbatga chaqirganingiz uchun. Meni ismim Kamronbek Dilshodbekov, Xorazm viloyati Urganch shahrida 2005-yilda tug'ilganman va Urganch shahridagi birinchi son umumiy o'rta ta'lim maktabini tugatgandan so'ng DTM testlaridan o'tib Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida 2 yil o'qidim va o'quv jarayonida juda ham ko'p narsalar o'rgandim. Albatta bu meni kelajakdagi sohamni tanlashimda juda ham katta yordam berdi. Chunki bundan so'ng ikkinchi kurslik paytimda universitetda El yurt umidi jamg'armasi stipendiya tanlovlarida qatnashganman. Albatta bu iqtisodiyot universitetidan tashqari, ya'ni umuman boshqa sohaga topshirganman. Ya'ni hozirgi o'qiyotgan soham huquq. Va albatta suhbatda ko'pchilikda savol tug'dirgan, nimaga san iqtisod, ya'ni bank, finansiy sohadan huquq sohasiga, ya'ni yuridik sohaga o'zgartirmoqchisan deb aytishgan.
va albatta bu mani nima deydi, o'sha 2 yil davomida olgan bilimlarim va tajribalarim, boshqa darslarga qatnashish, ma'ruzalardan keyin o'zimda tushunib yetganmanki, iqtisod sohasi mana uchun emas. O'sha payti menga bu judayam katta plan bergan, ya'ni tiniqroq reja berganki, ya'ni men stipendiya tanlovlariga qatnashganimda o'sha yuridik sohasiga topshirganimga amin bo'lganman. Siz mana Marjona hozirgi kunda shu O'zbekiston el yurt umidi jamg'armasi stipendiyati sifatida shu bosqichga kelguningizga qadar qaysi jarayonlardan o'tib keldingiz? Ho'p, 9 yil davomida davlat maktabida tahsil oldim va 9-sinfni bitirgandan keyin Navoiy davlat pedagogika universitetiga qarashli 1-akademik litseyga hujjat topshirdim. 2 yil davomida xorijiy filologiya bo'yicha tahsil oldim va aynan xorijiy filologiyada o'qiganim menga turli xil tillarni yanada chuqurroq o'rganishga juda ham turtki bo'ldi va 11-sinfga qadam bosgan vaqtim El-yurt umidi jamg'armasi haqida ma'lumot oldim. Internet orqali, turli xil veb-saytlar orqali ushbu jamg'arma haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldim. Va 2024-yil 1-tanlovda hujjat topshirdim. To'g'risini aytaman, El-yurt umidi jamg'armasi stipendianti bo'lish albatta har bir topshirgan arizachi uchun juda ham qiyin jarayon hisoblanadi va har bir arizachi ushbu maqsadiga erishadimi, yo'qmi, albatta ichidagi kichik umid bilan jamg'armaga topshiradi. Men ham aynan kichkina umidim bilan shu jamg'armaga topshirdim va jamg'armaning tanlovlaridan muvaffaqiyatli o'tdim va hozirda mana Amerikaning top universitetlarida tahsil olmoqdaman. Xo'p, Marjonaxon, mana hozir biz O'zbekistonni el yurt umidi jamg'armasi haqida siz bilan suhbatlashyapmiz. Mana shu jamg'arma haqida ham birozgina umumiy ma'lumot berib ketsangiz, vatandoshlarimiz uchun juda ham yaxshi bo'lardi. El-yurt umidi jamg'armasi 2018-yilda Prezidentimiz tomonidan tashkil etildi. Ushbu jamg'armaning tashkil etilishi xorijda tahsil olmoqchi bo'lgan o'zbek yigit-qizlarining albatta kichik orzusini amalga oshirishda juda ham katta imkoniyat yaratdi. Nega deganda, ushbu el-yurt umidi jamg'armasi orqali talabalar endilikda o'zining moliyaviy xarajatlarini haqida qayg'urmasliklari mumkin. Ya'ni ma'lumot uchun, El-yurt umidi jamg'armasi stipendianti bo'lgan yoshlar jamg'arma tomonidan yashash xarajatlari, viza va bundan tashqari asosiy xarajat hisoblangan universitet tomonidan beriladigan to'lov, kontrakt to'lovlarini amalga oshirishlari mumkin. Juda ham yaxshi. Chiroyli va to'liq ma'lumotingiz uchun kattakon rahmat. Talabalik davrim mening. Ana endi so'z navbatini Kamronga bersak va Kamrondan ham aynan mana shu stipendiyat sifatida hozirgi kunda Cincinnati universitetidagi o'qish faoliyatingiz bilan bizni tanishtirsangiz. Albatta, bilasizmi, o'zi ingliz tilini o'qish menda hech qachon xohish bo'lmagan. Chunki maktabdan beri meni eng yomon ko'rgan fanim ingliz tili bo'lgan. Aldamayman, chunki bilmadim, balki boshqacha til bo'lgani uchundir, bilmadim. Lekin meni opam ingliz tilini repetitorga borib o'rganib yurganlari sababli ular bilan qo'shilib men kino ko'rardim. Va o'shandan keyin meni oyim juda ham shu ingliz tili o'qishimni xohladi va meni majburlagan. Lekin hozirgi kunda albatta bu ota-onamni shu yergacha meni nima deydi, qaysidir ma'noda qo'llab-quvvatlab kelganlari uchun men juda ham minnatdorman. Chunki bu yergacha kelish albatta hamma uchun emas. Albatta bu narsa menga juda ham katta kuch beradi va hozir Cincinnati universitetida huquq yo'nalishida ta'lim olyapman. 2-bosqich talabasiman va hozirgi kunga kelib ko'plab universitetdagi klub organizatsiyalar bilan ishlaymiz. Eng katta organizatsiyalardan bittasi bu bizani o'zbek talabalarni assotsiatsiyasi. Bu assotsiatsiyani asos solinganiga 1 yil bo'lib qoldi. Balkim 1 yildan ham oshdi. Va o'sha yerda men hozir secretary, ya'ni positionida aniq qilib yordam beraman.
Va hozirgi kunda universitetimizda o'qiyotgan talabalar, o'zbek talabalar va boshqa millat vakillari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, albatta biz hammamiz nima deydi, albatta bitta joydan desak ham bo'ladi va shu kungacha bir-birimizni bayramlar bilan tabriklab va ko'pincha vaqt o'tkazib, dars tayyorlab vaqt o'tkazamiz. Bu narsalar bizga judayam katta, nima deydi, uydan uzoqligimiz paytimizda albatta katta g'ayrat, kuch, yanada o'qish, nima deydi, qaysidir ma'noda boshqa davlatda o'rtoqlar bilan vaqt o'tkazishga imkon beradi. Judayam yaxshi. Aynan mana shu bir savolim bor edi sizga. Oldingi Kamron, ingliz tilini yoqtirmaydigan Kamrondan hozirgi Kamronning farqi anchagina katta bo'lsa kerak. O'zingiz ham manimcha chiroyli qilib e'tibor olsangiz kerak. Shu haqida bir to'xtalib o'tsangiz. Albatta bu yerda juda ham katta nima deydi, difference bor. Chunki bilamizki, nima deydi, qaysidir ma'noda qaysi til bo'lsa ham, ingliz tili bo'ladimi, ispan tili bo'ladimi, fransuz tili bo'ladimi, o'sha odam o'rganganidan keyin o'sha muhitda yashagisi keladi. O'sha insonlar, ya'ni masalan ingliz tilini bilgan odam Amerika yoki Britaniya bo'lmasa boshqa davlatlarga borib, o'sha muhitda o'sgisi keladi va bu narsa menga juda ham katta ta'sir qilgan. Albatta shu ingliz tilini o'rganish davomida men hech qachon o'sha amerikansklar yo bo'lmasa britan ularni aksentida gapirishga hech qachon qiziqmagan edim. Lekin o'sha nima deydi, sertifikat va imtihonlardan o'tgandan keyin menda o'zimda katta qiziqish bo'lgan. Men o'shalar bilan teng gapirishim kerak. O'shalar bilan teng gapirishim kerak. Ular meni ko'rganda bilsinki, nima deydi, qaysidir ma'noda siz chet eldan kelganingizni bilmasin. Bu qaysidir ma'noda siz ingliz tili darajangizni mukammalligi va o'sha davlatdan kelganligingizni aytganingizda, ha bu inson rostdan yaxshi o'qigan ekan, yo bo'lmasa o'sha yerda shunchalik ta'lim bor ekan degan narsa uyg'onishni xohlagan. Albatta kelganimizdan keyin bu narsa juda ham katta foyda berdi. Judayam yaxshi, ya'ni demoqchisizki, til bilgan el biladi va biz har bitta mana shu Amerikada bo'lamizmi, Yevropa yoki Angliyada bo'lamizmi, o'z vatanimizni, oilamizni faxri yuzimiz, ya'ni chiroyli taraflama ularga ibrat bo'la olishimiz kerak demoqchisiz. Mana endi aytingchi, iqtisodiyot universitetida tahsil oldingiz, mana shu yerdagi olgan bilimlaringiz o'zingizga hozirgi kunda ham asqatmoqda. Lekin aynan Amerika Qo'shma Shtatlariga chiqib tahsil olayotganda yana qanday tajribalarga ega bo'ldingiz, bilimlar va tajribalar bilan? Iqtisodiyot davlat universitetida ta'lim olayotganimda men shunga amin bo'lganmanki, ya'ni bizda fanlar hammasi ingliz tilida bo'lib o'tgan. Bu albatta men bu yerga kelganimdan keyin ingliz tilida darslarga ko'nikishim, yangi sistemaga ko'nikishimga juda ham katta yordam bergan. Bilasizmi, Amerikadagi universitetlarni juda ham ta'lim tizimi juda ham boshqacha tuzilgan. Ya'ni O'zbekistonda bilamizki, bizda hamma o'sha bitta guruhga bo'lib, hamma masalan 30 ta kishi bo'lsa, 30 ta kishi 4 yil davomida bitta guruhda o'qiydi. Lekin bu yerda bilamizki, nima deydi, har bitta darsga borasiz, masalan matematikaga boraman yo bo'lmasa xalqaro huquq faniga borsam, men bilan magistratura o'tib qolish mumkin. Magistratura ya'ni talabasi yo bo'lmasa PhD yo bo'lmasa 4-kurs talabasi o'tib qolishi mumkin. Bu meni eng yoqtirgan narsalarimdan bittasi, chunki siz nima deydi, qaysidir ma'noda o'sha 4-kursda yo bo'lmasa o'sha bitirgan boshqa anaqada boshqa yo'nalishda ta'lim olayotgan odam bilan networking, ya'ni o'zingiz bir-biringiz bilan tanishib, maslahat olasiz va ko'pgina holatlarda sizni bu narsa, ya'ni har xil yoshdagi odamlar bilan tanishish, sizni o'zingizni juda ham nima deydi, social skills, ya'ni odamlar bilan tanishib, ular bilan muloqotingizni yanada yaxshilaydi. Bu meni eng yoqtirgan narsalarimdan bittasi. Va keyin aytishim mumkinki, bu yerda nima deydi, o'qiganingizda shu narsa menga juda ham katta anaqa qilgan, juda ham katta ta'sir qilgan. Masalan, ekzamen, testlar bo'lgan paytlarida masalan o'sha yoshdan o'zi
sinfxonaga kiradi va telefoni oldida turgan bo'lsa ham yoki kompyuter oldida turgan bo'lsa ham u testini yechadi, o'sha yozish kerak bo'lgan narsani yozadida chiqib ketadi. Ko'pgina hollarda men o'zim bitta o'rtog'im bor. O'sha o'rtog'im bilan ko'pincha darslarga boramiz. O'shanda juda ham katta nima deydi, e'tibor qilgan narsam, agar nima deydi, qaysidir holatda u bilmagan savolni men bilsam yo men bilgan savolni u bilmasa, hech kim "Sen men o'rtog'imsan, keyin men senga aytaman, mana bu B javob bo'ladi" deb aytmaydi. Ya'ni hamma o'zi uchun harakat qiladi. Bu narsani eng yaxshi ko'rgan narsam va qaysidir holatlarda o'sha ekzaminlarga tayyorlanish va nima deydi, bir-birsini qo'llab-quvvatlash degan narsa yo'q. Bu yaxshi tomonga. Chunki odam agar individual o'zi uchun harakat qilganda, o'sha narsaga o'zini kuchi bilan erishadi. Bu narsa juda ham katta asqotadi. Chunki universitet bitirgandan keyin siz uni ishlata olishingiz kerak. O'sha bilim olganingizni kelajakdagi ish joyingizda ishlata olishingiz kerak. Bu narsa juda ham muhim rol o'ynaydi va menga yoqqan taraflardan eng bitta o'sha narsa. Shunayam yaxshi demoqchisizki, ya'ni hozirgi kunda tahsil olayotganingiz Cincinnati universitetida shaffoflik va talabaning individuallik qobiliyatiga imkoniyat, sharoitlar yaratilgan. Ya'ni o'zini o'sha qobiliyatlardan kelib chiqib turib namoyon qila oladi demoqchisiz. Juda ham yaxshi. Ana endi esa Marjonaga yuzlanamiz. Aynan jurnalistika sohasini tanlashingizga nima sabab bo'ldi? Jurnalistika sohasini tanlashimga to'g'risi avvaliga ota-onam juda ham qarshi bo'lishgan. Mas'uliyati juda ham katta va undan ko'ra huquq yoki iqtisodiyot sohasini tanlasang bo'lmasmidi deb mendan so'rashgan va shunga qaramasdan ularni xohishiga binoan ham huquq sohasida ham iqtisodiyot sohasida o'zimni sinab ko'rishga harakat qildim. Ushbu sohalarga tayyorlanib yurdim davlat imtihonlariga topshirish uchun. Lekin 11-sinfga o'tganimda men na huquq sohasi bilan, na iqtisodiyot sohasi bilan o'z kelajagimni tasavvur eta oldim. Va 11-sinfda asosiy qat'iy qarorimga keldim. Yo'q, baribir men jurnalist bo'laman. Chunki bilasizmi, jurnalistika bu oddiy kasb emas. Bu talab va shu bilan birgalikda xalq va davlat o'rtasidagi juda ham mustahkam ko'prik hisoblanadi. Jurnalistika sohasiga avvaliga maqola va kichik hikoyalar yozish orqali kirib keldim. Keyinchalik Navoiy teleradio kompaniyasidagi efir va efir orti jarayonlari meni ushbu soha bilan chambarchas bog'lay oldi. Va keyinchalik bir nechta maqolalarim ham respublika, ham dunyo bo'ylab mashhur gazeta va jurnallarda chiqa boshladi. Va sekin-sekin men ushbu kasb bilan yanada uzviy bog'lanib boshladim. Va anglab yetdimki, jurnalistika bu men uchun yaratilgan kasb. Ya'niki aytishadi, yo inson kasbni tanlaydi, yo kasb insonni tanlaydi degan demak fikrdasiz. Shunday ham yaxshi. Hozirgi kunda mana shu Cincinnati universitetidagi jurnalistika faoliyatingiz haqida ham birozgina biz bilan bo'lishsangiz. Hozirda ma'lumot uchun birinchi kursning 2-semestrida o'qiyman va shu kunga qadar jurnalistika sohasiga doir bo'lgan 4 ta klassni olganman va birinchi semestr davomida menda jurnalistikaning asosi va media huquqlari klasslari bor edi va ushbu 2 klassdan ham men juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldim. Ayniqsa media huquqi darsida. Chunki bilasizmi, El-Yurti media jamg'armasi stipendiya tanlovlariga topshirganimda, albatta har bir stipendiya a'zosi jamg'armaga topshirmoqchi bo'lgan ariza topshiruvchi o'zida sohasi bo'yicha qandaydir loyihaga ega bo'lishi kerak bo'lar edi. Va meni loyiham ham jurnalistika sohasidagi eng katta muammolardan biri bo'lgan fact checking bilan bog'liq edi. Va El-Yurti media jamg'armasi stipendiya tanlovlarida ham aynan fact checking loyihasini olib chiqqan edim. Va bu yerga kelganimda media huquqi darsida ham fact checkingga doir bo'lgan juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldim. Ya'ni men e'tibor berishim kerak bo'lgan fact checkingga oid bo'lgan ma'lumotlar, jurnalistik etika va estetika qoidalarini juda ham to'liq egallab oldim. Ma'lumot uchun aytaman, aynan media huquqi professorimni o'zi yozgan kitobi bor edi va ushbu kitob nafaqat menga va boshqa kursdoshlarimga ham juda ham katta foydasi bo'ldi degan umiddaman. Talabelik davrim mening
Ana endi shunday savolni bermoqchiman. Bu har ikkalangizga ham taalluqli. Yaqinda kelgan bo'lishingizga qaramasdan, e, vatan sog'inchi, yaqinlar sog'inchi qanchalik sizlarda sezilmoqda? Ota-ona sog'inchi. Albatta bu mavzuda gapirish judayam og'riqli. Chunki Amerika bu O'zbekistondan okean ortida joylashgan davlat. Turkiya, Rossiya yoki hech bo'lmaganda Buyuk Britaniya emas. Ya'ni ota-onangizni sog'inganingizda 2-3 oyda bir borib kelishga imkoniyat judayam yaxshi bo'lgan davlat emas. Ya'ni bilasizki, Amerikadan O'zbekistonga borish uchun 14 soatlik samolyotda parvoz bor. Bu albatta o'zgina sog'liq muammolarini yokida moliyaviy taraflama o'zgina har doim ham bu narsaga imkoniyati bo'lmaydi. Va shunaqa vaqtlarda shunchaki sizni vatan kutayotganligi, ota-ona kutayotganligini his qilish, ota-onani sizdan judayam umidi katta ekanligini, bolam boshqa bitta davlatda o'zini mustaqil hayotini qurgan holda o'zi sevgan kasbini o'rganayotganligi va kelajakda El-yurtim jamg'armasi stipendiyati sifatida davlatga qaytganida davlat uchun qanaqadir foydasi tegishini ota-ona his qilayotganini siz ham his qilishingiz albatta bu sog'inch hissini ozgina bo'lsa-da kamaytiradi va sizga o'qishda hayotingizni o'sha kasbingiz bilan yanada chambarchas bog'lashga, bo'lajak kasbingiz yanada chuqurroq o'rganishga juda ham katta motivatsiya bera oladi. Judayam yaxshi. Man keladigan bo'lsak, bitta narsa esimga tushdi, hozir savol so'raganingizda. Man 2 yil o'sha iqtisodiyot universitetida o'qiganimda, albatta uydan, ya'ni Xorazmdan Toshkentga, Xorazmdan qatnardim. Ya'ni Yangi yilda borishim mumkin edi, bo'lmasa Hayit bayramlari, boshqalarga borishim mumkin edi. Endi bora olmayapman. Lekin o'sha narsa, ya'ni o'sha har borganimda, ya'ni uydan bilasiz, Xorazmda bizda kattaroq bo'ladi nonlar. O'sha nonlar, keyin bankalar bo'm qilgan, o'sha narsalarni olib kelib, nima deydi, o'sha yotoqxonada turganimizda bolalar bilan qilib, birga ovqat pishirib, galma-galdan navbat bilan qilishimiz, nima deydi, qaysidir ma'noda baribir o'ziga tortadi. Ya'ni sog'inasiz o'sha narsalar, ya'ni ota-onamiz, qarindosh urug'lar, ular bilan bo'ladigan to'ylar, yo bo'lmasa tug'ilgan kunlar, ular hammasi nima deydi, o'sha narsalar hammasi bir chekkada qolgandek bo'lib qolyapti-da hozir. Bu yerga kelgandan keyin shunaqa o'zimda his qilganman. Qaysidir ma'noda albatta nima deydi, O'zbekiston bilan har kuni uydagilar bilan kamida 1 soat gaplashaman. Ko'pincha masalan oyim bilan gaplashib tursam 1 soat gaplashaman. Kunim bo'yi nima bo'ldi, kecha nima bo'ldi, hammasini aytib bo'lgandan keyin dadam telefon qiladi. Nima gap deydilar-da. Hamma gapni aytib bo'lgan bo'laman, lekin shu yerda o'tiribsiz-ku deb anaqa qilib qo'yaman. Ko'pincha o'zimizni nima deydi, hozirgi turadigan uyimizda ham biz hozir o'zbek talabalari bilan istiqomat qilamiz. Va mani xonamda shunday kirganingizda O'zbekistonning katta anaqasi bor, bayrog'i bor. Har kirganimda masalan baribir o'zizga nima deydi, ya'ni boshqa davlatda, boshqa nima deydi, jamiyatda boshqacha til, hamma hayot boshqacha. Bitta o'sha kirganingizda O'zbekiston bayrog'i katta o'tiradi. O'sha narsa menga juda ham ko'p tinchlik, ya'ni peace beradi o'zim uchun. Har uydagilarni telefon qilishim kerakligi, ularga nimalar bo'lganligini aytishim kerakligi esimga tushib ketadi. Ya'ni har qancha albatta vatan sog'inchi, ona vatanimiz, yaqinlarimiz, ota-onamizni sog'inchini hech narsa bosolmaydi. Lekin juda ham to'g'ri aytib o'tdinglar. Mana shu ularni faxri bo'lganinglar va ularni g'ururi bo'lib sizlardan oilangiz, nafaqat oilangiz, xalqingiz, hatto vataningiz sizga umid ko'zi bilan boqib turgan bir paytda men hali yo'limda davom etishim kerak. Meni vatan kutmoqda, meni yaqinlarim kutmoqda degan, ya'ni o'zingizga bergan bir chiroyli bir stimul bilan yana shu narsani sog'inchi bosib davom etib ketasizlar. Juda ham yaxshi. Endi esa yana bir muhim savol, kelajakdagi maqsad vazifalaringiz bilan fikrlashsak.
Boshlaylik. Xudo xohlasa, Sinsinnati universitetini bitirgandan so'ng, O'zbekistonga qaytgandan so'ng, shu davlat vazirliklarida ishlash mani eng katta niyatlarimdan bittasi. Chunki albatta har bitta davlatni kuchi buni siyosiy va huquqiy maydondagi uni qanchalik stabilligiga bog'liq. Va men Sinsinnatida olgan bilim ko'nikmalarimni O'zbekistonga qaytgandan keyin xudo xohlasa albatta vazirliklarda o'zim targ'ib qilishni o'zimga katta maqsad qilib qo'yganman. Albatta bu bilan cheklanib qolish yo'q, chunki bilamizki nima deydi, chet elda tajriba orttirib, o'sha muhitda o'rganib kelgan odamni bilimlari bitta o'sha insonni o'zi uchun emas, balki uni atrofidagi insonlar uchun ham foydali bo'lishi kerak. Shuning uchun o'ylaymanki, albatta bu yerda o'qigan, bilgan ko'nikmalarimni O'zbekistonga borgandan so'ng, nima deydi, qaysidir ma'noda ularga o'rgatish va davlatimizni xalqaro siyosiy maydonda huquqiy kuchini yanada orttirish va boshqa davlatlar bilan aloqalarni kuchaytirish. Ya'ni asosan Amerika Qo'shma Shtatlari. Chunki hozir bilamizki, ham juda ham ko'plab sohalarda Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchilik qiladi va juda ham ko'p narsalarni biz O'zbekistonga targ'ib qilishimiz mumkin. Shuning uchun o'ylaymanki, ularni bu yerda o'zimiz ko'zimiz bilan o'rganib, ya'ni uni ushlab ko'rib, yo bo'lmasa uni o'qib ko'rib, o'sha odamlar o'zi bilan gaplashib, bu yerdagi materiallar, resurslar bilan nima deydi, ko'proq shug'ullangan holda o'sha narsalarni davlatimizga borgandan keyin targ'ib qilib, o'sha davlatimiz rivojini qilsak, o'sha eng katta niyatlardan birisi. Juda ham yaxshi. Marjonada maqsad niyatlarni aytmoqchimiz kelajakdagi. Zamonaviy ishlayotgan asrda yashar ekanmiz. Dunyoda juda ham ko'plab o'zgarishlar bo'lmoqda. Dunyo afkor ommasi tomonidan aytilganidek, davlatlarni rivojlanganligi albatta uning media sohasining qanchalik rivojlangani bilan chambarchas bog'liq. Ya'ni, Illyuminating jamg'armasi stipendiati sifatida Sinsinnati universiteti 4 yil davomida soham bo'yicha tahsil olib O'zbekistonga qaytar ekanman. Jurnalistika sohasida qanaqadir yangilik yarataman yokida qandaydir muammoni o'zim hal qilaman deya olmayman albatta. Chunki albatta jurnalistika sohasi faqatgina bir insonning harakati, bir insonning urinishlari bilan yaxshilanadigan yoki muammolari yechiladigan kasb emas albatta. Va shu universitetda oladigan bilim va ko'nikmalarimni O'zbekistonga milliylashtirgan holda taqdim etaman va jurnalistikada qanday muammolar bor? Albatta, muammolarni kichik yo'llar bilan hal qilinsa, albatta katta muammoni yechimini topish mumkin. Mana shu jurnalistikada kichik muammolardan boshlab katta muammoga yetib borish uchun albatta bunda xorijiy universitet tomonidan berilgan bilim va malakaning o'rni juda ham katta deb hisoblayman. Va kelajakda xudo xohlasa O'zbekistonga qaytadigan bo'lsam, yuqorida aytganimdek, loyiham, ya'ni fact checking asosida tayyorlagan loyiham asosida o'z soham bo'yicha xorijda o'qib kelgan bo'ladimi, O'zbekistonda tahsil olayotgan talaba yoki jurnalistika sohasidagi insonlar bo'ladimi, albatta ular bilan birgalikda muammoni yechishga harakat qilaman. Va bir narsani aytib o'tishni xohlardimki, nega aynan xorijda o'qish degan savol juda ham ko'p bizga berilgan. Men xorijda o'qimoqchi bo'lgan talabalarga shuni aytishni xohlardimki, xorijda siz o'zingiz sohangiz bo'yicha qanday muammoni hal qilishga yokida sohangiz bo'yicha qanday yangilikni kiritishga harakat qilasiz. Va xorijda o'qish davomida siz bu loyihangizni faqatgina O'zbekistondan kelib chiqib, O'zbekiston siyosati, O'zbekistonning ma'naviy madaniy holati yoki umuman olganda O'zbekiston holatidan kelib chiqib emas, balki minglab, balki yuzlab, balki minglab davlatlardan kelgan studentlar bilan muhokama qilgan holda bu narsani amalga oshirish mumkin. Ya'ni o'zimni loyiham asosida aytadigan bo'lsam, fact checkingni hal qilish uchun faqatgina men O'zbekiston yoki Amerika bilan cheklanmagan holda Ispaniya, Hindiston yokida aynan o'zimning Xitoy Xalq Respublikasidan bo'lgan juda ham ko'p studentlar bilan muhokama qilgan holda ushbu loyihani amalga oshirish mumkin. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, xorijda o'qish davomida networking yaxshilash orqali siz nafaqat biz yoki boshqa studentlar ham o'zini amalga oshirmoqchi bo'lgan O'zbekistonga qaytgandan
amalga oshirmoqchi bo'lgan loyihalarni faqatgina bir yil bilan emas, balki bir nechta yo'l bilan amalga oshirishlari mumkin. Mani niyatim ham aynan shu, ya'ni faqatgina O'zbekiston tomonidan O'zbekiston holatidan kelib chiqib emas, balki minglab butun dunyo tomonidan, butun dunyoda qanday bu narsa qabul qilinyapti. Masalan, bizda jurnalistika sohasida oqsayotgan tomonda balki boshqa bir davlat, Ispaniya, Italiya yoki Yevropada bu tomonlama rivojlanganidir. Shu narsalarni umumiy bilimlarni olgan holda loyihani amalga oshirishni niyat qilmoqdaman. Hozirgi kunda talabalar turar joyda yashaysizmi yoki oilada yashayapsizmi hozirgi kunda? Bugungi kunda universitetimizga yaqin bo'lgan xususiy xonadonda vatandoshlar bilan birga yashaymiz va har haftaning shanba kunlari birgalikda milliy ovqatlarimizni pishirib, birga milliy kinolarimiz, milliy seriallarimizni birga tomosha qilamiz. Xorijda o'qiyotgan talabalar, stipendiatlar sifatida siz kelajakda aynan chet davlatlarida o'qimoqchi bo'lgan yosh yigit-qizlarimizga, bo'lajak talabalarga qanday tavsiya va maslahatlar bera olasiz? Xorijda o'qish albatta har bitta yigit-qizning eng katta orzularidan bittasi. Jumladan o'zimniki ham bo'lgan. Va men juda ham xursandman. Shu kungacha bizning davlatimiz, ota-onamiz juda ham qo'llab-quvvatlab kelgan. Va bitta narsa aytishim mumkinki, hech qachon orzuni kichigi yoki kattasi bo'lmaydi. Va nima deydi? Inson o'zini hech qachon kam ko'rmasligi kerak. Har bitta insonda shuncha, ya'ni siz bilan menda bitta potensial bor o'sha narsani qilish uchun. Ya'ni birovni nima deydi, qaysidir moliyaviy tomonlama yoki uni boshqa tomonlama ushlab turadigan narsalar bo'lishi mumkin. Lekin hozir bizga shunaqangi imkoniyat berilyaptiki, bundan foydalanmaslik juda ham katta xato. Shuning uchun aytgan bo'lardim, albatta orzularingiz tomon, oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz tomon hech qachon harakatdan to'xtamang. Chunki albatta bu narsa sizni o'zingizga bu narsa o'zidan o'zi kelib qolmaydi. Shuning uchun o'ylaymanki, har bitta o'zingiz o'ylagan narsani amalga oshirish uchun o'zingiz harakat qiling. Harakatdan to'xtamang va uning ustida tinmasdan ishlasa, har bitta narsani ilojisi bor. Chunki men o'yladim, men hech qachon, aytaman sizga, hech qachon maktab bitirgandan keyin hali chet elda o'qish menga nima deydi, o'shanda boshlangan. Birovlarda boshlagan, men yo'q, men oyi dedim, chet elda o'qiyman, O'zbekistonda o'qimayman degan narsa bor-da, birovlarda. Lekin menda bo'lmagan, chunki men o'zim tushunardim. Yo'q, bu narsa nima deydi, bizga to'g'ri kelmaydi. Moliyaviy tomonlama to'g'ri kelmaydi. Chunki bilamizki, har bitta oilaning o'zining byudjeti va boshqa narsalari bo'ladi. Shuning uchun har bitta imkoniyatdan foydalaning va o'zingizni ustingizda ishlashdan to'xtamang. Kamro'bek aytganlaridek, xorijda o'qishning juda ham ko'p yo'llari bor va kamida bittasidan ham foydalanib ko'rish kerak. Qisqacha qilib aytganda, siz o'z orzu qilgan hayotingizning eng zo'riga loyiqsiz. Talabelik davrim mening. Azizlar, mana O'zbekiston kelajagi bo'lgan yoshlarimizga yaratilgan imkoniyatlar bilan tanishdik. Hozirda nafaqat O'zbekiston, balki barcha yoshlarimiz uchun ta'lim olish uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Bundan imkon darajasida foydalaning. Kamron, Marjona, bugungi suhbatingiz uchun sizlarga qattiqroq rahmat. Albatta, o'qishlaringizga omad tilaymiz. Kelajakdagi ishlaringizga ham omad va rivoj tilaymiz. Sog' va salomat bo'ling. Katta rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Aziz vatandoshlar, sizlarning farzandlaringiz Amerikaning qaysi top universitetlarida tahsil oladilar? Izohlarda yozib qoldiring. Bizni kanalimizni kuzatishda davom eting. Talabalik davrim mening davrim